Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugungi dastavka xizmatimiz Andijon shahri Asakaga olib kelib ishlatib berdik. Radiator pechkamizni 50 ligini. Yana ham chotki holatda ishlayapti. Toklar bu yerda sal pastroq ekan, ya'ni har kungidan ham ancha past, 200 dan ham ancha past ekan. Hozir tokni ham o'lchamini ko'rsatib o'tamiz shu o'rinda. Shu holatda ham ishlab turibdi. 220 volt uchun chiqqan, lekin 170 gacha bemalol ishlayveradi. Yaxshi holatda ishlab beradi. Ustiga kiyimlarni ham qo'yib bemalol quritib olsa ham bo'ladi. Xohlaganingizda ishlasangiz bo'ladi, xohlagan xonangizga olib chiqib ishlasangiz bo'ladi. Tok urmaydi hech qanday. Bezopasniy. Bu yog'i polietilen bo'ladi. Baquvvat plastikdan tayyorlangan. Mana suvnikidan bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Juda baquvvat holatda. Yosh bola osilsa ham sinib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Asosan bezopasniy. Va orqasida ikkita kronshtayn ilib turib devorga ilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Juda ham qulay tarzda issiqlik juda ham yuqori beradi. Ikki tomonlama suv oqimiga ega. Kuniga 10 ming 12 ming atrofida rasxod qiladi. Ikkita oyog'i bo'ladi o'zida, mana baquvvat bo'ladi. Bemalol ustiga bolalar chiqsa ham ko'taraveradi. Hozir endi tokni bir ko'rsatib o'taman. Boltini. Tokni ko'rishlaringiz mumkin. Mana 188, 189 atrofida ekan. Lekin shu holatda ham chiroyli holatda ishlab turibdi. Radiator pechkamiz. Bu tomonda ham xuddi shunday toklar oshxonaga qo'yishdi. Oshxonaga chotki holatda 186. Xo'p, toklar shunday holatda. Agar bu 170, 160 bo'ladigan bo'lsa tokningiz sizga to'g'ri kelmaydi. Tok yaxshi bo'lishi kerak, ana o'shanda zo'r ish beradi. Barchaga omad, kanalimizga obuna bo'linglar va ko'pchilikka ushbu videoni yuborib qo'yinglar. Keyingi dastavka xizmatimiz sizning uyingizga bo'lishi mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.